Boshladik, davom etamiz. Xo'p, birinchi savolim unda tayyormi hamma? Ekranim yoqqanmi yo'q hozir savol javob chunki. Birinchi savol. Xo'p, Smart Money konsepti tarjimasi qanaqa va u qanaqa strategiya? Smart money concept o'sha aqlli pullar, o'sha aqlsiz pullar nimalarni aqlli pullar o'sha terib oladi. Ya'ni o'sha foydada o'ziga olib qoladi. Aqlsiz pullar o'sha polniy nimada yuradida, egasini topolmay yuradi. Aqlli pullar o'shani o'zi egallab oladi. Ha, shunaqa. Xo'p, tarjimasi aqlli pullar konsepsiyasi va bu strategiya qayerdan chiqqan o'zi? Bu mana bu partiyam bilan ishlovchilarga qarshi ularning orderiga qarshi ishlash uchun ishlatiladigan tushunishim bo'yicha shunaqa bo'ldi. Va ochgan narsaga biz teskari ochib, teskari order bo'yicha. Da, to'g'ri, zo'r. Ikkinchi savolim unda sizlarga. Xo'p, SMC'ni qaysi kanal kim ochgan, asoschisi kim va kanalning ismi nima edi? SMC'ni OJ Huddleston ochgan va uning kanali ICT, The Inner Circle Trader. Michael Huddleston. Xo'p, to'g'ri. Keyingisi. SMC necha turga bo'linardi? Kecha короче Hop, SMC necha turga bo'linardi? Yana qaytadan beraman. Va qanaqa? SMC ikkita turga bo'linadi. To'g'ri SMC va noto'g'ri SMC. To'g'ri. Ikkita turga bo'linadi. U to'g'ri SMC va noto'g'ri SMC. Keyingi savolim unda sizlarga. SMCni nimaga hamma yomonlaydi? Ya'ni ishlashni bilmagani uchunmi yoki noto'g'ri strategiya bo'lgani uchunmi? Va bizada SMCda stop lossimiz necha pipsga qisqaradi? Ya'ni necha pipsdan necha pipsgacha? Gapiravering. Ishlatishni bilmagani uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Paternlarga amal qilmaganligi uchun balki paternlarni ishlamaganligi uchun. Asosan paternlarga yodlash bilan shug'ullanmaganligi uchundir. Noto'g'ri foydalanishadi. Hop, o'sha to'g'ri. SMCda stop lossimiz 2-5 pips bo'ladi. U minimal holatda bizda stop losslar juda kichkina. Va bizlar kichik risk bilan kattaroq foyda daromad qilsak bo'ladi. Ya'ni minimal risk bilan. Xo'p, keyingi savolim retail traderlar bilan va bizning farqimiz. Paternni yodlamaymiz. Retailda o'sha ya'ni patternni kutadi. Formatda borib, u liniyani buzaman deganda bir marta ishlaydi. Biz o'sha formatda harakat o'zida formatda foydada bo'lamiz. Ya'ni bittasi o'xshamaganda ham baribir formatda o'sha zerk ochib foydada bo'lamiz. Retailchilar bitta kirgan joyga biz 4-5 marta kira olamiz. Shansimiz bor yani. Chiroyli. Hamma zo'r tushunibdi, uni tushundim. Unda keyingi savolim, ya'ni 3 ta savol beraman, shu bilan tugatamiz. Maksimum oshing. Xo'p, qanaqa kunlik trader, ya'ni kunlik SMC trader necha time framelarni ishlatadi? Ya'ni qaysi time framelarni ishlatasiz? Aynan endi shu SMC bo'yicha 15 minut, 5 minut, 1 minut. 15 minutda o'sha bozorda yo'nalishni aniqlaymiz. 5 minutlik time frame'da o'sha nimalarni o'sha kirish entry zonalarini belgilaymiz.
bir minutlikda o'sha chiroyli kirish joylarini birdan egallab olamiz. Ya'ni birinchi take profit o'sha 1 minutda, keyin eng katta take profit 15 minutda qo'yiladi. Tushunishim bo'yicha. Zo'r. Chotki to'g'risini aytsam, bunaqa yurishni kutmagandim. Молодец, hamma zo'r o'rganibdi. Endi unda asta mavzuga o'tamiz. Mayli, yana ikkita savol beray, aytib o'tganda 3 ta savol beraman dedim. Xo'p. Tak. Qarang, nimaga ikkinchi o'zi qanaqa strategiya, ya'ni qiyinlik, ishlashga qiyin, nozikdan juda qanaqa strategiya va nimaga SMC boshlang'ich SMC'chilar faqat ko'proq stop loss yeyishadi? O'shani tushuntirib bering bo'ldi. Birinchidan o'sha bilimni to'g'ri olmaganligi sababli bozorda o'sha praktikasi kamroq bo'lganligi sababli ham o'sha ma'nolarini tushunmagan nima ko'proq stop loss yeydi. Tushunishim bo'yicha. Da. Katta ideal. Bo'ldi, unda darsni boshlaymiz. Bugungi ikkinchi darsimiz nima? Ikkinchi darsning mavzusi struktura, ya'ni bozorda struktura. Tak, hozir 1 minut. Xo'p, boshlaymiz. Bugungi mavzumiz bugun zo'r mavzu o'tib beramiz. Struktura, ya'ni bozorda yo'nalishi. Tushundinglar? Hamma tayyor bo'lsa boshlaymiz. Tak 8 kishidan qolganlar vaqti bo'lmayotgan bo'lsa, nimada? Zapisda ko'ra olishadi bunda. Ana ketdik. Tak, ekranimni yoqdim. Zapis yoniq. Ekranim ko'rindi, ovozim yaxshi, to'g'rimi? Kimlar ayta olsin, ekranim ko'rindim? Ovozim yaxshimi? Da, ko'rindi. Xo'p, bugungi mavzumiz struktura. Ichki mavzumiz esa boz, chok, HTF struktura, fraktal struktura. Hozir shuni har bittasini tushuntirib beraman. Xo'p, struktura nima? Yozib olishinglarni maslahat beraman. Agar to'xtatib turing desangiz, to'xtatib turaman. Struktura bu narx bitta tomonga qarab kuchli yurishi, ya'ni trend. Retail traderlar kim? Bu trend nima deb, masalan, retail traderlar oddiy nimalar trend deb aytishadi, to'g'rimi? Bizda esa mana shu narsa struktura deb aytadi. Tushundinglar? Ya'ni bozorda yo'nalishi, bozorda yurishi, trend bizda ibora bor bilsanglar. Trend sening do'sting deb yoki sizning do'stingiz deb. Eshitganmisiz? Bizda xuddi shu narsa struktura. Tushundinglar? Retail traderlar kim? Retail traderlar bu o'rving va patternlar bilan ishlaydigan traderlar hisoblanadi. Biz esa kimlarmiz? Ya'ni qaysi traderlar turiga kiramiz? Biz SMC traderlarmiz. Ya'ni aqlli pullar konsepsiyasini ishlatadigan traderlar. Tushundinglar? Hop, yozib bo'lgan bo'lsanglar, davom etaman. Retailchilardagi trend bizda struktura aytib o'tganimdek, ular trend deb ishlatishsa, ya'ni o'sha liniya chizishib, o'shanaqa qilib ishlatishsa, biz esa o'shani struktura qilib ishlatamiz. Ya'ni boz, chok shunaqa narsa qilib. Ular trend bilan ishlatsa, biz struktura bilan ishlaymiz. Retailchilar trend chizig'ini tortib kelganda sotib olishadi, biz esa strukturada order block, ya'ni qiziq zonamizga kelganda sotib olamiz. SMC'da aniq ishlanadi. Ya'ni bizda 100% aniqlik bilan desa ham bo'ladi. Biza bozor nimaga bu yo'lga yurganini bilamiz. Nimaga tushgan, nimaga ko'tarilgan, nimaga bu yo'lga kelib aniqlikda bilamiz. Ular esa retailchilar esa yo'q. Ya'ni ular bitta chiziq tortishadi, chiziqqa kelish kerak yoki buzganda selga ishlayman. Ular nima desa bo'ladi? Ular shamolga qarab yurishadi. Ya'ni bozor tepaga yurishsa ular nimadan, trend liniyadan bay olishadi. Trend liniya mabodo buzib o'tib ketib qolsa sel olishadi, shunaqa ishlashadi. Bizda esa yo'q, bizda boshqacha. Bizda aniqroq. Retail bilan SMC'chilarning farqi shunda. Mana struktura turi. Struktura ikki turga bo'linadi. Buy struktura yoki sell struktura, ya'ni long yoki short. Ikkalasi ham bir xil. Ma'munimiz bizda buy struktura hisoblanadi. Mana maksimum, mana minimum, maksimum, minimum yaratib berdi, maksimum yaratib berdi, minimum yaratib berdi va yana maksimum. Minimum yaratdi, maksimum yaratdi, minimum, maksimum, minimum, maksimum va yana minimum. Maksimumda urganda, maksimumda yechganda bizda strukturamiz bay ekan. Ya'ni bu mana maksimumda urganda bizda strukturamiz bayligini tasdiqlaydi.
Ya'ni minimum yaratdi, maksimumga yana chiziq chizamiz. Mana buni yechganda strukturamiz bay ekan. Minimumni urib qo'ysa, bizda strukturamiz sel bo'ladi. Tushundinglar? Savolinglar bormi qanaqadir? Yo'q, savollar yo'q. Chotga. Xo'p, boss va choke nima? Strukturadagi boss va choke. Boss bu break of structure, ingliz tilidan olinganda, ya'ni strukturani buzilishi degan ma'noga ega bo'lib, biz uni trend davomiyligi uchun ishlatamiz. Ya'ni struktura maksimumni urganda bizda strukturamiz baymi, boss bo'lgandan keyin bo'ldi, demak aniq bay ekan deb biz bitim ochamiz. Ya'ni bozorimiz hali o'sish ekan, o'sish trendda, ya'ni bay strukturada ekan. Biz uni trend davomiyligi uchun ishlatamiz, ya'ni strukturamiz muntazam bay yoki selligini bilib olamiz. Tushundinglar? Choke nima bu? Choke bu change of character, ya'ni bozor xarakterini o'zgarishi degan ma'noga ega bo'lib, ingliz tilidan albatta biz uni trendimiz o'zgarganda ishlatamiz, ya'ni baydan selga, seldan bayga. Tushundinglar? Ya'ni strukturamiz bay ketyapti, lekin keyin oxirgi masalan bay ketganda bizani maksimumda urish kerak bo'lsa, sel ketishi uchun bizda minimumni yangilash kerak. Tushundinglar? Oxirgi minimumni yangilaganda bizda choke bo'ladi va biz selga bitim ochamiz. Mana bu bossni qisqacha tushunchasi. Grafikdagi mana bu maksimum yaratib berdi va minimum bu. Bu yerda men maksimumga chiziq chizamiz, maksimumda urdi. Demak, strukturamiz bayda ekan. Ya'ni mana bu boss deb chizib olamiz. Narx ketdi, narx yana bitta minimum yaratdi, mana bitta maksimum yaratdi. Yana chiziq chizamiz, maksimumga boss bo'ladi. Qachon buni yetsa, bizda boss bo'ladi. Tushundinglar? Narx ketdi, yana qaytdi, mana bitta minimum yaratdi, mana bitta maksimum yaratdi. Maksimumga chiziq chizamiz. Men minimumni nazorat qilib maksimum urganda boss bo'ladi, strukturamiz davomiyligi bu. Tushundinglar? Qanaqadir savolinglar bormi yana? Menda savol bor edi. Ayting. Struktura maksimumga o'tganda bu yangi maksimum yaralyapti ekan. Shunaqa. Lekin yangi minimum yaralmayapti. O'sha yerda yangi minimum yaralsa nima bo'ladi? Choke bo'ladi. Hozir endi shuni tushuntirib beraman. Mana bu choke. Ana aytib o'tgandek, maksimumni yangi maksimum buzib o'tdi, narx yana minimum yaratdi. Maksimumni boss qildi. Bizda oxirgi minimum bu, to'g'rimi? Mana bu birinchi minimum, mana bu oxirgi minimum. Mana bu maksimum. Mana maksimumni biz boss deb olamiz. Narx agar mana maksimumni borib bo'lsa, boss bo'ladi, yana xuddi shunaqa qilib ishlaymiz. Mabodo agar oxirgi minimum deb bo'lsa, bizda choke bo'ladi va bu choke qaytgandan keyin mana bittadan order block qidirib, biz bitim ochamiz. Tushundinglar? Bu choke, ya'ni bozor bay ketadi o'zi, keyin mana bu choke bo'lib, yana oxirgi minimumni urib, selga o'zgardi. Tushunarli. Choke bo'yicha savolinglar bormi? Bularda hammasi tushunarli bo'ldi. Bo'ldi, tushunasiz. Xo'p, fraktal struktura. O'zi nima? Fraktal struktura bu LTF struktura deyiladi. Fraktal deb ko'plar aytishadi, lekin LTF, ya'ni kichkina time frame'dagi lower time frame structure. Ya'ni kichkina time frame'dagi struktura desa ham bo'ladi. Bu masalan boss choke'da masalan aytib o'tganda 15 minutlik, 5 minutlik, 1 minutlik time frame ishlayapman-ku. 15 minutlikda biz boss deb olamiz. Ichki boss choke bo'ladi-yu, o'shani biz boss mana shuni fraktal struktura deb olamiz. Tushundinglar? Farq shunda. LTF, choke va boss. Hozir shularni nimada grafikda ko'rsatib beraman. Tak. Sizlarga strukturani o'zini qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Ularning obyekti. Qarang. Mana bu boss, to'g'rimi? Maksimumda boss bo'ladi, demak strukturamiz baymi yoki selmi? Minimumni order blokdan bayga nima qiladi? Demak, bay. Strukturamiz bay, to'g'rimi? Boss bo'ldi, boss maksimumda bizda, demak boss strukturamiz bay. Mana bu 15 minutlik time frame'niki. Yozib qisqacha chiroyliroq, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Endi bizda ichki struktura degan narsalar bor. Ya'ni sariq qilib olsam sizlarga yaxshi ko'rinadi. Ichki strukturamizda 2x qilamiz. Hop, aslida ichki strukturamiz 5 minutlik time frame'dagi struktura desak, mayli.
Mana bu 5 minutlikdagi struktura. Ya'ni mana bu katta общий strukturani ichida yana mana bunaqa yurishlar bor. Tushundinglarmi? Mana bu 5 minutlik time frame'da strukturasi. Ya'ni mana shu yurish просто ichida yurgan. Mana общий boss bo'lsa, mana bitta kichkina time frame'da boss, keyin mana bu boss bu yerga ko'chadi, tushundinglarmi? Maksimum dolga ketdi и mana oxirgi minimum urgani cho'k bo'ladi bizda. Kichkina, ya'ni fraktal struktura. Endi bizda xuddi shu faqat kichkinaroq yana time frame'ga o'tamiz. Ya'ni bizlar qaysi time frame'ga o'tamiz? Qism mana bu chiroyli ko'radi. Mana bu bizda 1 minutlik time frame. Endi qaranglar, endi yana miyalarga asta nagruska tegadi hozir. Mana bu 1 minutlik time frame. Уже bu 5 minutlikda ichida bo'lgan narsa, ya'ni mana bunaqa bo'lib yurish bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni 5 minutlikda razvolatni aniqlab beradi. Xuddi mana shunaqa bo'lib davom etadi. Tushundinglarmi? Mana bu 5 minutlikniki, mana bu 15 minutlikniki esa, mana bu esa 15 to есть mana 5 minutlikniki, mana 1 minutlikniki, mana 15 minutlik. Oq. Mana yozib qo'ydim. Tushundinglarmi strukturani mohiyatini? Bozor yo'nalishini mohiyatini? Tushunarli, lekin ko'plar tushunmagan bo'lsa kerak, adashmasam. Tushunmaganlar bo'lsa savol bersin. Tushunarli bo'lyapti. Tushunarli. Bu degani qaranglar, kichkinaroq tarifni o'tkazsanglar, yana kattaradi, grafik yana kattaradi, yana ko'proq sizlarga nima bo'ladi, shans bo'ladi bozorni ko'rishga. Bular kichkinaroq tarifda bozor ko'rish osonlashadi, qiyinlashadi, nimaga qiyinlashadi? Chunki mana bunaqa yurish bo'lgani uchun. Shunda kattaroq tarifda bizga ko'rish ancha osonroq bo'ladi. Kichkinaroq tarifda biz ishlasak, bozorda mana bu yurish nimaga bay bo'lgan, nimaga sell bo'lganini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni mana bu bitta mana bu maksimumda, ya'ni bitta mana boss bo'lganda ichida qarang qancha bosslar bor. Ya'ni boss cho'q, mana bu cho'q bo'ladi. Mana bitta keyin cho'q bo'ldimi, minimumdan boss qilib ishlatamiz. Yana cho'q bo'ldi. Keyin yana boss. Tushundinglar? Hozir shuni bozorda ko'rsatib beramiz. Qarang. Qarang. Mayli, masalan, 1 minutlik time frame olaylik. Okey, qisqacha tushuntirib o'taman. Hop. Mana maksimum, mana minimum, mana maksimum, to'g'rimi? Keyin mana maksimum yaratdi. Mana minimum yaratdi. Mana maksimum yaratdi. Minimum yaratdi. O'sha mana bitta maksimum. Mana bizda mana bu zonalar bizda boss bo'ladi. Ya'ni mana bitta bizda boss, mana bitta bizda boss. Nimaga? Chunki maksimumni urdi, to'g'rimi? Boss bo'ldi. Qachon oxirgi minimumni ursa, ya'ni mana minimumni ursa, bizda cho'k bo'ladi. Mana xuddi shunaqa bo'lib cho'k bo'ldi, o'sha strukturamiz o'zgardi. Ya'ni endi bizga pastdan boss bo'ladi, mana bitta mana boss bo'ladi. Tepadan esa yana cho'k bo'ladi. Ya'ni mana minimum yaratdi, mana maksimum yaratdi. Mana yana minimum yaratdi, mana bitta minimum yaratildi, mana bitta maksimum yaratdi. Mana minimum, mana bitta maksimum, mana bitta minimum yaratishdi, mana bitta maksimum. Yana mana bitta minimum, mana bitta maksimum. Mana shunaqa bo'lib ketdi. Dальше. Mana bitta minimum, mana maksimum, mana minimum bo'ldi, mana maksimum bo'ldi. Oxirgi maksimumni ursa bizda boss bo'ladi. Endi cho'k bo'ladi. Chunki strukturamiz sell. Oxirgi maksimum mana buni buzgandan keyin bizda cho'k bo'ldi. Ya'ni strukturamiz bayga o'zgardi. Mana bitta bizani buzdi, mana maksimum, mana minimum bo'ldi. O'sha strukturamiz bay edi, endi mana minimum urdi, bizda cho'k bo'ldi. Tushundinglar? Qanaqa tushuntirsam ekan sizlarga, sal tushunarli bo'lishi uchun. Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, masalan, mana bu minimum bo'lsa, maksimum, minimum, maksimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum, oxirgi minimum bo'lganda cho'k bo'ladi, mana shunaqa davom etadi yana. Yana oxirgi maksimum bo'lganda boss cho'k bo'ladi, endi boss bo'lib ketadi. Yana minimum bo'lganda cho'k bo'ladi, mana shunaqa bo'lib struktura davomiyligi mana shunaqa aniqlanadi. Ya'ni mana bu boss,
oxirgi menyuda urganda cho'k bo'ladi. Dальше pastdan bosib bo'ladi. Ya'ni strukturamiz sel bo'lgani uchun bos pastdan, cho'k tepadan bo'ladi. Cho'k bo'ldi. Keyin yana bos bu joyga qaytib ketdi. Endi oxirgi menyu cho'k bo'ladi. Keyin bos. Tushundinglarmi? Ha. HTF struktura bu Savol bor edi shu yerda. ayting. Tanasi bilan yangilash kerakmi yoki soya ham bo'laveradimi? Tana bilan yangilash kerak. Soya bilan hisoblanadi. Tushundinglar? Tana bilan bo'lishi kerak. Mana HTF struktura bu struktura. Mana HTF struktura bu higher time frame structure. Tushundinglarmi? Struktura. Ya'ni katta time frame strukturasi. Bizning holatda bu necha minutligida? Bizda 15 minutda bu. 15 minutlik bu higher time frame bo'ladi. Keyin MTF bor, ya'ni middle time frame bor. Middle time frame necha bo'lardi? O'rta time frame 5 minut. 15. Keyin 5. LTF bizada, ya'ni kichkina time frame, eng kichik time frame M1 da. 1 minut. M1, ya'ni 1 minutlik cho'tki, zo'r. Просто ideal ketashlar. Qanaqa savolinglar bor? Mana bugungi darsimiz juda qisqacha bo'ldi. To'g'risini aytsam, hamma chunki shuni tushundida, tushunmaganlar bo'lsa, bozorda ko'rsatib berish mumkin. Ya endi tushundingmi? Bu gapiravering. Bo'pti. Savolim shunday edi, nima deydi? Minimum maksimumlarni olyapsiz, lekin orada ba'zilar qolib ketyapti, realniy grafda-da. Oradagi wicklar, soyalar qolib ketyapti. Boshqa unda ham maksimumlar bo'ladi-yu, lekin ular nimaga qoldirib ketyapsiz? O'shanga savolim bor edi. Yo'da qarang, mana bunaqa narsa deb, masalan qarang. Mana minimum, mana maksimum, mana minimum, to'g'rimi? Keyin mana maksimum, bu yerda ichida minimum maksimumlar bor, lekin biz boss bo'lmaguncha, mana boss bo'lganda biz minimum maksimum olamiz, tushundinglar? Boss bo'lmaguncha minimum maksimum qila olmaymiz. Boss bo'ldi, mana minimum deb olamiz. Keyin mana bitta maksimum deb olamiz. Mana maksimumlar, keyin yana bitta boss qilib berdi, mana bitta minimum bo'ladi. Mana soya bilan urgani uchun mana minimum deb ola olamiz. Qachon tana bilan urganda biz maksimum deb olamiz. Mana bossni tana bilan urgan. Mana maksimum demak bo'lmasa kerak. Bizda oxirgi maksimum mana oxirgi minimum bu nimaga? Chunki mana buni bundoq urgan, yechgan. Tana bilan yechgan. Demak, tana bilan urish kerak, to'g'rimi? Mana wick bilan emas, soya bilan emas. O'taymen. Tana bilan bussagina boss shakllanar ekan. Shunaqa. Qachon qarang. Mana strukturamiz bay bo'lgani uchun minimum deb ursa cho'k bo'ladi. Ya'ni ham oxirgi minimum bu-yu, bugungi emas. Bu undan oldingi minimum. Bizda oxirgi minimum bu. Minimum qachon bo'ladi? Minimum boss bo'lgandan keyin bo'ladi. Nima? Minimum boss bo'lgandan keyin bo'ladi. Agar boss bo'lmasa, cho'ch bo'lib, nima struktura o'zgaradi. Albatta. Tushunarli. Xuddi shunaqa, mana qarang. Change of character bo'ldi, pastga minimumni yasadi mana, keyin uni maksimumni qayerga mana, keyingi maksimum aytingchi? O'sha u ham soya bilan qoldirganda, qarang, u ham soya bilan qoldirgan. Keyingi minimum bo'ldi, minimum mana cho'k bo'ldi. O'sha bizada endi minimumda urish kerak. Ya'ni minimumda boss qilish kerak. Minimumda boss deb olamiz. Qachon mana bu yurishlar prosta mana bu minimumda, mana maksimumda, mana minimumda yurib aytdimmi, boss bo'lmaguncha biz minimumda bo'la olmaymiz, ya'ni maksimum. Bizda struktura sel bo'lgani uchun. Xo'p. Shunda mana boss bo'ldi, bizda eng vысший точкani biz boss maksimum deb olamiz yoki minimum. Lekin o'sha yerda soyani olyapsiz-da, soya olish Tanadan olmasdan soyani olyapsiz. Shu sababi soyasidan olinadi. Mana boss soyasidan olinadi, mana boss soyadan olinadi. Chiziqlar, ya'ni boss cho'k soya chiziqlari soyadan olinadi. Boss cho'k yechishi tana bilan urish kerak. buzib o'tishi faqat tana bilan bog'liq ekanda. To'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Mana Bu shakllansa, soyani buzib o'tgandan keyinla shaklanar ekanda, shunda. Mana qarang masalan, mana boss, mana sham buzdi,
minimum yaratdi. Bosqib, mana bu yerda bosqib chizib olamiz. Bu ko'tarilib ketdi va bosqib soya bilan urdi. Demak, mana bu bizga oxirgi maksimum bo'ladi. Qachon mana shu narsa bizda cho'k bo'ladi. Narx tushib ketdi. Yana bosib bo'lgandan keyin bosni o'zini biz keyingi bosib olamiz. Qachon tana bilan ursa biz cho'k deb olamiz mana. To есть bosib olamiz. Tana bilan bosib yechishda o'sha biz mana bu cho'kka mana bu yerga tushadi. Nimaga? Chunki bosib bo'ldi, oxirgi maksimum bizda endi bu. Mana bu bosib bo'ldi endi bizda mana bu soya bilan ura olmadi ham даже mana tana bilan keyin urgandan keyin mana bu maksimum, mana minimum, mana bosibda yechishdi. Demak, mana bu cho'kka pastga tushiradi. Ya'ni bizda eng oxirgi maksimum mana bu bizda. Dals mana shunaqa ketdi. Qachon bizda mana oxirgi maksimumni mana bu yerda yechgandan keyin bizda cho'k bo'ladi. Tushundinglar? Tana bilan yechdi. Change of character bo'ldi. Keyin o'sha yerda order block bilan bayga ketgan ekan-da. Ya shunaqa. Order blockni to'liq darslarda tushuntirib beraman. Tak, change of character bo'ldi. Men bu o'sha cho'chdan keyingisi bosmi yana? Yo double change of character ham bo'lishi mumkin, 2 marotaba. Yo'q, 2 marta bitta joyda mana bitta cho'k bo'lmaydi. Strukturamiz bayida keyin yana cho'k bo'ldi. Tushundingizmi? Cho'k faqat bitta o'sha harakatlanib yurar ekan, boss bir necha marta takrorlanib yuraverar ekan. Shunaqa. Mana bu nimaga cho'k deb ola olmaymiz? Kim ayta oladi? Soyasi, soya bilan tanasi buzilmagan. Zo'r. Bu просто liquidni yechish, ya'ni stop losslarni yechish. Liquidlarni, Zo'r. Просто ideal. Ko'pchilik o'sha haligi nimasi soyasini ustiga qo'yib qo'yishadi stop lossda. Shunaqa bo'ladi, keyin yechadi bozor borib. Yechib turib sras tushib qoladi-da u. O'taymi? Bozorda ovqatni shuda o'zi, stop loss. Qanaqadir savolinglar bormi? Hozir shu yerdan yana davomini qilingchi, yana sal yetib keladi shunda. Yana dalish ketingchi mana shu yerdan yana bosqani. Yo'q, bir 15 minutlikka cho'ch bo'ldi. 15 minutlikka o'tingchi, 15 minutlik. Hozir qarang mana shu yerda cho'ch bo'ldi. Change of character. Hop, endi bizda mana bu yerda boss bo'ldi. Mana maksimum, oxirgi maksimum, mana buni ursa bizda cho'k bo'ladi. Mana buni ursa bizda boss bo'ladi. Bu hozir просто 1 minutlik bo'lgani uchun sal tushunarsiz. Biza 1 minut tushunarsiz. Hozir sizga 15 minutlik nimada ko'rsataman takror. Даже qarang. 15 minutda yaxshiroq ko'rinsa kerak, poxolda. Hatto takrorni ko'rish uchun mumkin sizlarga. Mana 1 kunlikda. Qarang. Mana bu yerdan boshlaymiz, mayli. Normali ko'rinyapti. Mana bu yerda yechdi, mana bu yerda hop. Sipa boss oldik, minimum bo'lgani uchun endi mana bu minimum mana buni boss deb olamiz. Narx ko'tarildi va boss bo'ldi. Bizda demak mana bu yerda bizda cho'k bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Oxirgi maksimum bizda cho'k bo'ladi. Cho'kimiz bunga, ya'ni oxirgi tasdiqlangan maksimum mana bu bizda endi. Narx boss bo'ldi, narx mana bu yana minimum yaratdi. Mana buni biz boss deb olamiz. Va bizda maksimum yaratdi. Ya'ni oxirgi maksimum endi bizda bu. Demak, mana bu cho'kka mana bu yerga tushiramiz. Narx boss qidirdi. Endi bizda qarang. Mana bu yerda mana minimum yaratdi, lekin mana minimumda mana bu yerda boss qilmadi. Ko'rdingizmi? Buzolmadi. Bizning cho'kimiz hali turadi, hali qoladi. Cho'kimiz hali qoladi. Hali boss qilmadi, boss qilmasdan borib cho'k qildi. Endi strukturamiz bay bo'ldi. Ya'ni mana bu maksimumda hozir chizamiz endi. Maksimumda bizda endi boss qilamiz. Mana buni boss deb olamiz. Minimum yaratdi, mana minimumda mana shu minimum borib boss qilyapti. Demak, mana bu bizga oxirgi cho'k bo'ladi. Narximiz ko'tarilib ketdi. Mana bu yerda oxirgi maksimum yaratib berdi, mana bu yerda boss bo'ladi bizga. Hozir endi faqat minimum yaratyapti. Mobodaga mana bu oxirgi minimum bo'lsa, bizda cho'k bo'ladi. Lekin bizda mana bu yerda order block. Keyin pastga oqishni boshlanadi. Da. Mana bu yerda blok bor, mana bu yerda qayerdadir, mana bu yerda aslida blok bor, order blok. Mashlardan bizdan bay ko'rsa, mana bunaqa qiladi. Mana bunaqa bo'lsa, bizda shunda mana bu bossimiz mana boss yechilgan bo'ladi, mana bu minimum tasdiqlangan bo'ladi.
Ya'ni mana bu cho'k, mana bu minimumga ko'chadi. Bu order bloklarni keyingi darsda o'tamizmi endi? Hozir shu joydan qaytib ketsa, cho'ch tepaga chiqadi, ammo nimaga order blokda o'tmaydi. ikkinchi haligi kichkina chizib Shunaqa. qo'ygan yoniga tushadi. Cho'ch. Shunaqa. Shu joydan albatta shu joydan ham qaytib ketib qolsa, boss qilyapsa bizda oxirgi tasdiqlangan minimum bizda mana bu bo'ladi. O'sha, Ya'ni cho'kimiz xuddi o'sha. bizda o'sha tepdi bunlar, o'sha zo'r. Boshlanishi zo'r. Da. Tushunarli. Xo'p, endi uyga vazifani beraman. Xo'p, uyga vazifamiz 30 ta lichkamga, xolislar gruppaga, xolislar lichkamga 30 ta rasm tashib berasizlar. Ya'ni boss cho'k qilibmi? Boss cho'ch qilib. Boss cho'k qilib 30 ta rasm, screenshot bozorda, mana shu bozorda. Farqi yo'q time frame. Любой nimada parallada. Любой. Da. Bo'lmasa keyingi darsda order blokdan o'tamizda. Boss cho'ch nechta bo'lishi kerak? Farqi yo'q nechta, просто boss cho'k bo'lsa nima qilishimiz kerak? Shunaqa. 30 ta rasm. 30 ta. Order bloklarni keyingi darsda o'tasizmi? Xudo xolasa. Hozir rahmat. Mayli, endi asl tugatamiz. Hammaga omad, charchamanglar, hozir zapis tashlab qo'yaman. Taka qisqa, lekin juda ma'lumotga boy dars bo'ldi. Ha, gap yo'q. Sog' bo'ling. Bugun ham normalniy mavzu bo'ldi. Bosinglar, mayli, charchamanglar, savdolarga omad. Sog' bo'ling.